Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga yana bir bemorimiz, 4 oydan beri davolanayotgan yana bir bemorimiz bilan tanishtirmoqchiman. Xo'sh, bu kishida avval umurtqa grijasi bo'lgan, juda katta. Operatsiya qildirgan ochiq usulda. Undan keyin operatsiya qildirgandan keyin 1 oylardan keyin bu yerda yana 7 mm grija. Keyin ham desa umurtqasida shu girja chiqqan sohada spondiloditsit kasalligi ham rivojlangan. Bemorimiz Mahram Qulov, 32 yosh. Bu avgust oyida tushgan MRT'si 9 mm girja bo'lgan. Undan keyin operatsiya qildirgan. Operatsiyadan keyin og'ir yuk ko'tarishi va umurtqasini shamollatish hisobiga spondiloditsit hamda yana 7 mm girja paydo bo'lgan. Bu 11-oyda tushgan holati. Keyin bu bemorni davolashimiz natijasida 4 oy mobaynida davoladik. 4 oy yurgizmadik, yotdi. Natijasida bemorimizning hozirgi holati. Hech qanday girja yo'q. Shamollashlar ham ketgan, ahvoli juda ham yaxshi. Bu yog'ini o'zingizdan so'rasak. Bir boshdan aytib bering, nimalar bo'lgani, operatsiyadan keyin nima qildingiz, nima uchun yana qisib qoldi? Operatsiya qildirdik, travmatologiyada, keyin uyga keldik 10 kundan keyin. 2 oylardan atrofida o'zi shamollatib qo'ydik yana belni. Og'riq kuchayib ketib yura olmay qoldim, qibrila olmay qoldim. Keyin majbur shu yerga keldik. Kelib tusha olmadingiz mashinadan? Mashinadan tusha. Qibrlashga bo'lmas edi. Bu kishiga 4 oy mobaynida lechina qildik, uyida yotqizib. Ditsit kasalligi shunaqa kasallik, ozroq davolanish qiyinroq bo'ladi. Bu kishining immuniteti pastligi uchun operatsiyadan keyin rivojlangan. Ham desa bu kishi operatsiyadan keyin yotmagan, og'ir yuk ko'targansa, ko'p tashqariga chiqib hamollatib qo'yganmiz. Shu og'ir yuk ko'targan, boyagi terlash ko'p bo'lgan, shu natijasida umurtqasida ditsit ham rivojlangan. Ditsitdan keyin umuman yura olmay qolgan. Hozir kunda ahvoli ko'rib turganlaringizdek yaxshi, ancha. 3 oy mobaynida joyidan turgizmadik. Sekin-sekin boshda emaklatdik, keyin o'sha hassaga o'tdi. Endi Xudo xolasa yaqin orada hassani ham to'liq tashlatkazamiz. Og'riqlar yo'q umuman. Yaxshi hammasi. MRTlarni ham hozir ko'ramiz, MRTlarni. MRTlarida avval ditsit bo'lgan sohada 7 mm girja chiqqan edi o'sha vaqtda. O'zi 9 mm girjasini operatsiya qildirgan. 7 mm girjadan hozirgi kunda umuman asar yo'q, hattoki protruziya ham yo'q, to'liq so'rilib ketgan. Mana ditsiti ham ozroqgina miqdorda qolgan, lekin tuzalgan. Yaxshi, natija juda ham yaxshi. Qayta MRT qilib tekshirganimizda natijalar juda yaxshi chiqdi. Kasallarga operatsiya qilgandan keyin nima tavsiya qilasiz? Yotish kerakmikan ko'proq? Yotib o'zlarini ehtiyot qilish kerak ekan. Ehtiyot qilish kerak. Iloji boricha o'zini sharoitiga qarab yotish kerak ekan.